senga yolg'on aytishdi. Ular hayot qulaylik ortidan quvish, lazzatlarni to'plab borish va qiyinchilik qochishdan iborat deb ishontirishdi. Ammo diqqat bilan qaragan har bir saltanat, har bir afsona eslashga arziydigan har bir erkak qulaylikda emas, olovda o'yilib yozilgan. Qulaylik bu sekin zahar. U qo'llaringni bo'shashtiradi, belingni egadi va seni xavfsizlikni kuch deb hisoblashga ko'ndiradi. Xavfsizlik hech qachon saltanat qurmagan, buni noqulaylik shakllantirgan, buni intizom tiklagan, buni sinov mustahkamlagan. Qiyinchilikdan qochadigan erkak allaqachon yengilgan bo'ladi. Uni qabul qiladigan, azob ko'radigan, sinadigan va yana tiklanadigan erkak esa yengilmas maqomga chiqadi. O'zingdan so'ra, sen bo'ysunib yashayapsanmi? Yan bo'lishni kutyapsanmi? Yoki o'zingni toblab dunyo hali ko'rmagan bo'ronga aylanapsanmi? Chunki buyuklikka olib boradigan yo'l faqat bitta va u rohat emas.